O'zbek manzur karlar yurgan o'zbek badanini sotayotgan fohishalar mana ko'rib oling. Sallarga mana shu opa dast bo'lsa mana shu qiz. Mana shu yerda mana qurilishda ishlayapti, mana badanini sotmay. Mana shu yerda mana g'ish uryapti shu qiz. Surxondaryolik. Bu qizdan Alloh rozi bo'lsin. Alloh hamisha panohida asrasin. Halol qiz ekan, mana mehnat qilib, mana shu yerda mehnatdan qochmay mana shu yerda mana yurishibdi mana. Mehnat qilishib. Alloh rozi bo'lsin ulardan. Erkak kishi qilmagan ishni qilyapti mana. Bab-barobar erkaklar bilan birga ishlayapti shu yerda. O'zini chaqirib intervyu olay desam, uyatdi. Endi shuna bo'lsa mana uzoqdan olyapman mana. O'sha ro'molini ko'rib turibsizlar mana, hech bo'lmasa mana. Uchta bolasini tashlab kelib shu yerda mana ishlayapti mana shu qiz mana. Alloh rozi bo'lsin bu qizdan. Duo qilaman qizim. Umringiz uzoq bo'lsin, sog' omon bo'lgan bola chaqangni baxtiga.